Amerika Davlat Majlisidagi bir qism demokratchi a'zolar Xitoy tarafidan maxfiy sotlanib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur yosh Akbar Asadning oqibatini surishti qildi. Amerikadagi Zehil nomli gazetining xabar qilishicha, Amerika Avom palatasining demokratchi a'zosi Max Ross boshchiligidagi a'zolar 18 avgust seshanba kuni Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Sui Tiangayga imzoliq maktub avatib, Akbar Asadning ahvoli haqida o'zlariga ma'lumot berishini talab qilgan. Bag'dod to'rining qurg'uvchisi, tonilgan yosh korxonachi Akbar Asad 2016-yili 2-oyda Amerika Tashqi ishlar ministrligi tashkillab kelayotgan xalqaro ziyoratchilarni tarbiyalash rahbarlik programmasiga qatnashib, Urumchiga qaytib borgandan keyin tutqun qilingan bo'lib, uning bu yilning boshida 15 yillik kesib etilganligi oshkorlangan edi. Yuqorqi bu maktubga imzo qo'ygan Davlat Majlisining demokratchi a'zolaridan Max Rossdan boshqa yana Avom palata a'zosi Jim Cooper, Stephanie Murphy, Jim Costa, Abigail Spanberger, Josh Gottemer qatorliqlar bor bo'lib, ular yana Amerika Tashqi ishlar ministrligini Akbar Asadning turmadan qutulishi uchun yana ko'p harakat qilishiga chaqirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish haqidagi taklifini rad qiladiganligini aytgan. New York Postasi gazetining bu vaqtdagi savoliga javob berganda, Xitoy taklif qilgan bunday ziyoratning oldin o'rlashtirilgan, tashviqot xarakterlik bir safar bo'ladiganligini aytib, u yerda Xitoy Kompartiyasining yetakchiligida sayohat qilishning hech qanday hojati yo'q degan. Amerika hukumati yer shari magnitsidagi kishilik huquq qonunini ishlatib, Xitoyning Chenchenggo, Juhaylun qatorliq Uyg'ur rayonidagi 4 nafar yuqori darajalik amaldoriga embargo yurgizgandan keyin, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 16-iyul kunidagi bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni Uyg'ur elini ziyorat qilishga taklif qilgan. Hua Chunying shu kundagi so'zda Mike Pompeo Xinjiangni ziyorat qilib, Uyg'urlarning kishilik huquqining dafsanda qilinmayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rib beqish kerak. Xinjiangda amaliyotda jazo lageri yo'q degan. Mike Pompeo New York postasiga qilgan so'zda Hua Chunyingning yuqorqi so'zining yolg'onligini, shunga uning bu taklifini samimiy bir taklif deb qaramaydiganligini aytgan. O, men ulardan haqiqiy samimiy taklif kelib, biz ko'rishni xohlaydigan yerlarni xohlaganimizcha ziyorat qila oladigan bo'lg'uchi saqlayman. Biz amaliyotda buning uchun nurg'un xizmatlarni qilishimiz kerak degan. Angliyalik tonilgan siyosiyon va sobiq emgak va ijtimoiy farovonlik ministri Ian Duncan Smith Xitoyning 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishiga norozilik bildirgan va Angliya hukumatini Beijingning olimpik o'tkazishiga qarshi harakat qilishga chaqirgan. Angliyaning sobiq kabinet a'zosi, Konservativlar partiyasining yuqori darajalik a'zosi Ian Duncan Smith Angliya hukumatini olimpik komitetiga besim ishlatib, 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga sohibxonlik qiladigan davlatni o'zgartirishga chaqirdi. U mundaq dedi: "Mayli Xitoyning Uyg'urlarni qiynash va ziyonkashlik qilishi yoki majburiy homiylik tushirish siyosati bo'lsin va uning Xitoy Angliya birlashma xitobnomasini buzish harakati bo'lsin, hammasi Xitoy partiyasining mustabid hukumat ekanligini ko'rsatib berdi. O'zini hurmatlaydigan Angliyaning u yerga berib Xitoy kommunist hokimiyatini qo'llaydiganligini tasavvur qilish tez." Amerika va Xitoy suhbat vakillari birinchi bosqichlik kelishimni muzokara qildi. Ikki tarafning kelishimni ilgari surish uchun sharoit hozirlashga qo'shilganligi bildirildi. Amerika Savdo ministrligining bayonotida ikki davlatning Xitoyning bilim mulk huquqini qo'g'dash va pul muomala mulozimatini, dehqonchilik qatorliq sohalardagi to'salg'ularni tugutish uchun tadbir qo'llanganligiga baho berganligi xabar qilindi. Xitoyning rasmiy xabar agentligi Xinhua agentligining xabariga qaraganda, ikki taraf kelishimni ilgari suradigan sharoit yaratishga qo'shilgan. Bu yilning boshida Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un haqida ko'p xil farazlar o'tirg'i chiqqan bo'lib, uning kasalligi va doktorxonada yotganligi ilgari surilgan. Ilgari Koreyada yuqori darajalik vazifalarni o'tagan ba'zi manbalar Kim Jong Un kasallik sababidan hushidan ketdi va barliq huquqini singlisiga o'tkazib berdi dedi. Bu qarashni Koreyaning sobiq davlat boshliqlarining biri Kim Dong Jonning maslahatchisi bo'lgan Chang Song-min o'tirg'i qo'ygan. Chang Song-min Kim Jong Unning salomatligining nihoyatda nacharligini o'tirg'i qo'ydi. Sobiq maslahatchisi Koreya taratqularida qilgan so'zida, "Meningcha u shuk bo'lib qoldi, ammo u yana hayot.
u bu yil nihoyatda oz jamoat so'rinlarida paydo bo'ldi. Buning sababi sog'lomlik ahvoli dedi. Kim Jong-unning singlisi Kim Yo-jongning yaqinda siyosiy sahnada qad ko'targanligi va hukumat ishlariga qatnashganligini bayon qilgan Chang Song-min mundaq dedi. Singlisi davlat ishlarini ustiga oldi, lekin taxi aniq o'tguncha mezgil bo'lmadi. Uning 33 yoshli singlisi amaliyotda ikkinchi rahbar sifatida davlatni boshqaryotdi.